oyim o'ladilarmi? Nima deganing bu Murodjon? Dada, siz shifokorlarga aytdingizmi? Shuni qildira olmayapsizmi? O'sha dam solingan suvni oborib Qumrixon yotgan palataga, yo'llarga, shifoxonaga, zinalarga, hamma yoqqa sepaman. Buni qarang. Ko'mri tinch, olam tinch. Shunaqa. Janjal ham yo'q. Biror oilada kelishmovchilik ham yo'q. Nimaga meni qizim hali ham ko'zini ochmayapti? Nega o'ziga kelmayapti? Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz, xolajon. Oyim nima desalar xavf etgan ishlarni qilaman. Faqat oyim tuzalib ketsa bo'ldi. O'zicha meni shum kampir deydi-ya. Hay, endi bunda qarasangiz, o'zi mendan katta ko'rinadi-ku, qari bo'lib yotibdi-ku bu yalmog'iz. Agar hozir qizimga bir nima bo'lsa, meni ikki qo'lim yo'q qayzda bo'ladi. Bilib qo'ying. Yaxshi ham o'zingga kelding. Ko'zlaringni ochding, bola. Shu lahzalarni men intizor bo'lib kutdim, qizim. Ke. Sobir. Assalomu alaykum Sobir. akajon. Va alaykum assalom. Ortda qolgani rost bo'lsin. Rahmat. Sobir. Qobil aka. Ortda qolgani rost akajon. bo'lsin. Rahmat. O'ziga kelibdi-yu. Rahmat. Yaxshi bo'pti. Tabriklaymiz. Voy. Assalomu alaykum xudo xola. Assalomu alaykum xudo xola. Ortda qolgani rost bo'lsin. Shifo bergani rost bo'lsin. Ha, ukalaringni xor qilib, kelinlaringni qon qilib, 5 gektar bog'ni o'zing egallab, shoxing chiqayaptimi? A? A? Xudo xola, Ha? bu nima deganingiz? Bu shu deganimki, qizimni adoyi tamom qilib, endi o'lgan bo'lsa kerak deb xursand bo'lish uchun bu yerga keldingmi? Gapir. Oyijon, bo'ldi qiling. Iltimos. Sobir. Menga qarang. Kim sizga aytdi ukalarni xor qildi deb? Nima? Meni ko'zim ko'rmi, a? Ko'rmi? A? Qarachi ko'rmi? Ukalaring necha marta aytdi, a? O, aka, bog'ni bir bo'lagini bering deb, a? A? Kasal bo'lganingda ham bular o'zaro bo'lib olmoqchi bo'lishdi. Shu gaplarim rostmi? Aytinglar, to'g'rimi, a? Ayt, gapir. Gapir. Ha, to'g'ri. Ha. Lekin buni biz o'zimiz hal qildik. Ha? Nima? Bog'ni bo'lib berdingmi ukalaringga? A? Xudo xola. Biz o'zimiz hal qildik. Qo'ying. Siz aralashmang iltimos. Qarang-a. Ha. Oyi, siz aralashmang iltimos sizdan. Aralashmang. Senlar hal qila olmaysan. Bu akalaring 5 gektar yerni, bog'ni bir o'zi olib o'tirmoqchi, bir o'zi. Bu o'lib qolguncha olib o'tiradi. Sal o'ylab gapiring. Ha, alam qilyaptimi gaplarim, ha? Ha? Xudo xola menga emas, menimcha sizga alam qilyapti. Voy, Qizingizni shuncha yomonligi, ayyorligi, ukalarimni menga qarshi qayrashi. Shularning hammasi sizning ishingiz bo'lsa kerak. Ololmadinglar-yu. Sizga alam qilyapti menimcha. O'zi ona bola bir xil ekansizlar sizlar. Bir xil ekansizlar. voy, Niyatinglar shu nima qilib bo'lsa ham bog'i olishi voy, voy. qo'linglardan kelmadi-yu. Kelmadi-yu. Yo'qol bu yerda. Yaxshilikchi ko'zimdan yo'qol bo'lmasa bir nima qilib qo'yishim mumkin. Ichkarida qizim kasal yotibdi. Seni ko'rib hozir yomon bo'lib qolmasin, umri qisqarmasin, yo'qol dedim. Men hech kimga yomonligim yo'q. Ko'zimga yomonligim ko'rinma. yo'q meni hech kimga. Yo'qol dedim. Bo'ldi, qilasizmi yo'qmi? Bu yerga kelib siz meni hisobimni buzmoqchimisiz? Bo'linglar. Bo'ldi aka. Qaragin. Bo'ldi qilinglar. Bu yer shifoxona. Og'ir bemorlar bor. Nimaga baqirasizlar? Bir-biridan og'ir kasallar bor.
Uyalmaysizlarmi, kap-katta odamlar? Mana bularga gapiring. Uzr opa, bo'ldi, uzr. Iltimos, tinchlik saqlaylar. Bo'pti. Aka, Og'zingdan qoning ketsin, basharing qilsin. Sobir. aka Biz yana kelamiz, uka. Xo'p. Bo'pti. Aka, Kemiyevol. Umida, shu yerdamiding qizim? Shuncha ish turibdi, nima qilyapsan? Oyi, meni qumrangga yechcham rahmim kelmayapti. Bu nima deganing? Nima deganing qizim? Oyi, kasal bo'lgansiz, sizga nima qildilar? Sizdan bir kun bo'lsa ham xabar oldilarmi? Qizim, birovga yomonlik tilab bo'lmaydi. Yomongayammi? Ha, yomonga ham. Yo'q oyi, yomonga yomonlik tilash kerak. Ayniqsa qumrangiga. Umida, Ko'zingiz ko'r bo'lganda sizga qancha yomonliklar qilgan bilasizmi? Gulbahor opa ikkalasi sizni suvga yiqitmoqchi bo'lishgan. O'shalar sizni katta yo'lga ko'z ko'rmaganda ham chiqazib yuborishgan. Oyi, nima shuncha yomonlik qilgan odamga rahmingiz kelishi kerakmi? Yaxshiliklar qilishingiz kerakmi? ha, endi u ham Xudoning bandasi. Xato qiladi. Oyijon, juda ham rahmdil ayolsiz-a. Yomonga ham yaxshilik qilasiz. Yomonlik qilsa ham kechirasiz. Bunaqa qilish kerak emas. Yomonlik qilgan odamga yomonlik jazosini berish kerak. Umida, jon bolam, sen hali kichkinasan. Katta bo'lganingda hammasini tushunib olasan. Xo'pmi? Yur oqa. Endi menga yordamlashib yubor. Yur. aka. Komil aka. Komil aka. Komil aka, to'xtang. Shoshmang. Ko'rmadingmi? Eshitmadingmi? Bir umr bolasi menga yomonlik qilib kelgan. Endi onasi tashlanyaptimi menga? Qanaqa odamlar bular? Men nima bularning arpasini xom o'rdimmi? Nima yomonlik qildim? Aka, Xudo xolaga e'tibor bermang. Endi Qumrini og'ir kunida asabiylashyapti-da. Nima qilayotganini ham, nima deyotganini ham bilmayapti bu ayol. Qarichilikda aka. Yo'q, qari. Tushunaman. Lekin bu xotinning ichi qora. Ichi qora. Shu qoraligi qiziga ham yuqqan. Shunaqaga o'xshaydi aka. Sobir ahvolini ko'rdingmi? Ko'rdingmi ahvolini? Yo, aniq ona bola bir narsa qilgan. Yo, o'qitgan, yo nimadir qilgan-da. Qisqasi zaharlagan. Keyin kelasan-da, meni yoqamdan olasan-da, bog' deb. Aka, Qo'y, Habib, bilaman men. Men bilaman. Bugun yana ishondim bu narsaga. aka xafa bo'lmang. Eng yomoni ikkita ayol. Bor yo'g'i ikkita ayol. Uchalamizni shunaqangi zaharlayapti. U yoq yo'q. Eng yomoni bilasanmi nimada? Bulardan qutulib bo'lmaydi. Faqat o'lsa qutulasan yoki o'lib qutulasan. Hammasi shunda. Aka xafa bo'lmang, qo'ying. Ey, Komil aka. Aka. qo'ygin. Oyi, nimaga hadeb kelgan odamlar bilan urushyapsiz? Odamni uyaltiryapsiz-ku, oyi. Menga qarang, ular meni yaqinlarim, meni jigarlarim ular. Menga qarang kuyov. Siz mendan uyalmay qo'ya qoling. Shuncha yalinsangiz ham bog'ni bir bo'lagini bermayotgan akangizdan uyaling. Oyi, akam bilan munosabatlarimizni
Keyin bog' masalasini ham o'zimiz hal qilamiz. Iltimos qilaman, siz aralashmang, oyi, Yo'q, iltimos. Uni sizga aloqasi yo'q-ku. Qarang-a. Qizim bechora shu bog'ni olamiz deb qon yetdi. Shuncha jabr ko'rdi. Nega men aralashmas ekanman? Aralashaman. O'sha akang bermay ko'rsinchi bog'ni. Nima qilar ekanman? Hoppa. Oyi, endi siz qolgandingiz, haqqingizni talab qilmagan. Kuyov, men siz eplolmayotgan ishni sizni o'rningizga qilaman. Sizlar uchun 1 gektar bog'ni olaman. Siz meni ishimni qilasizmi? Mayli oyijon. Siz uyingizga boravering. Men o'zim qarayman Qumriga. Xo'p. Kuyov, siz o'zingiz qayoqqa borsangiz boravering. Men qizim tuzalib ketmagunicha tepasida o'tiraman. Kelib ketayotganlarga ishonmayman. Ularning orasida do'sti bor, dushmani bor. Men ularga ishonmayman. Tushunmadim. Bu nima deganingiz, oyi? Birortasi qizimga yomonlik qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun qizim tuzalib ketmaguncha oldida bo'laman. Tushunarlimi? Bo'pti. Bilganingizni qiling. Hali ham bilganimni qilaman. Ketsang undan nari. Yo'q. Dadasi, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ey, Nega kayfiyatingiz yo'q? ko'rmaysanmi? Ammam bilan bo'lgan ish men bilan takrorlandi. Takrorlandi. Iye. Mastur opa sizga ham tashlandilarmi? Voy, ochko'z, sen to'y. Nimaga bog'dan meni qizim haqqini bermayapsan? deb qo'sa bo'ladimi? Sal qoldi yoqamga yopishishiga. Yoqangizdan olib ko'rsin-chi, o'zim yoqama-yoqa chiqardim o'sha ayol bilan. Qo'ygin Robi, sen shu xotinga o'xshama. Sen o'xshama. Dadasi, shunaqa qilmasangiz bo'lmaydi. Qurbaqani bossangiz ham bir kuni vaqillaydi. Yomonga bir kuni majbur bo'lasiz yomon bo'lishga. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Bo'ldi unaqa demagin. Yomon gapirmasang yaxshi kelmaydi, dirdilar rahmatli otam. Seni otang ham yomonlarni ko'p ko'rganmi deyman-da. Shunaqa Komil aka. Men bir narsani o'ylab qoldim. Ha? Mastur opani ko'nglida bizga nisbatan shunchalik yomonlik bo'lsa, bu Qumriga ta'sir qilmasmikan? Bilmasam. Hech bo'lmasa, shu avtohalokatda omon qolgandan keyin Qumri o'zgararmikan? Robi, u sen bilan men mo'jizalar bo'lishini xayol qilamiz. Yomon jabr ko'rgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi deb o'ylaymiz. Aslida bunaqa bo'lmaydi. Yomon yomonligicha qoladi. Hech qachon yaxshi bo'lib qolmaydi. Siz haqsiz. Lekin Qumri avtohalokatda tirik qoldi. Bu menga Allohning bergan bir imkoniyati. Men yaxshi bo'lishim kerak. Odamlarga endi yaxshilik qilishim kerak. Yaxshilik qilishim kerak deganida ana o'shanda mo'jiza ro'y berardi. Afsuski, bunaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Balki bo'lib qolar. Bo'lmaydi. Ha, kutaylikchi. Mana. Choydan oling. Dadasi, o'srim ish qilib yaxshimi? Gapiryaptimi? Yo'q. Nima? Tuzalmabdimi hali dadasi? Ovsining ko'rganim yo'q. Onasini ko'rib kelyapmiz. Komil mullakam bilan onasini ko'rib qaytib kelaverdinglarmi?
Onasi eshik tagida qopag'oni itdek turibdi. Kelgan odamni qaysi biri yoqmasa, darrov tashlanyapti. Tavba qildim. Ha, tavba de. Komil akamni ko'rishi bilan sen och, qizimni o'ldimi, o'lmadimi degani bilgani keldingmi deydi. Ustidan kulgani keldingmi deydi. Sen o'zing 5 gektar yerni o'zingga olib o'tirib, bir bo'lagam haqlarni bermay, ukalaringni, kelinlaringni xor qilding, qon qilding deydi. Senga bu ham kam deb yoqasidan olishga ozgina qoldi. Xudo xolani. Tomi ketib qopti-ku unda dadasi. Shunaqaga o'xshaydi. Keyin bir payt ket, yo'qol. Tezroq ket bu shifoxonadan. Shunaqangi baqir-chaqir qildi. Butun shifoxonani boshiga ko'tardi. Komil akam ikkalamiz qo'rqib ketdik. Akam ham keyin yur keta qolaylik degandan keyin ikkalamiz chiqib ketdik. Sobir bechora qoldi qaynonasining changalida. Bechora. Kemey o'lgur. Hamma gapi yolg'on. Tavba qildim. Ha. Oyi. Kim bilan urishdingiz? Muncha baqiryapsiz. Kim bo'lardi? Komil ketdi. Seni yo'qlab. Nima dedingiz unga? Och dedim ko'ziga qarab. Ukalaringni xor qilib, kelinlaringni qon qilib, 5 gektar bog'ni bir o'zing egallab o'tiribsanmi dedim. Shoxing chiqdimi dedim. Bor bilamisiz. Bu nima deganingiz? Xudo xola deydi, ko'zini loqillatib. Shu deganimki dedim, qizimni adoyi tamom qilding dedim. Endi nima o'ldi deb xursand bo'lgani keldingmi dedim. O'chimabsiz oyi. Ha? Xudo xola, menga qarang, kim aytdi sizga ukalarini xor qildi deb deydi? Ha, necha marta bechora ukalaring seni bog'ingni bir bo'lagini olaman deb harakat qildi. Ha? Hatto kasal bo'lganingda o'zlari bo'lib olmoqchi bo'ldi. Lekin sen bog'ni bermading. Sen ochsan dedim. To'g'ri aytmanmi? Ha, battar bo'lsin. Battar bo'lsin. Ha. Egani o'zini oqlamoqchi bo'lganiga o'laymi? Qizim bechora zo'rg'a o'ziga keldi dedim. Yana sen ko'rib uni asabiylashmagin dedim. Ket yo'qol deb baqirdim. Yo ketmaydi bezbet, ketmaydi. O dedim, hozir ket, bo'lmasa sen bilan boshqacha gaplashaman dedim. Keyin shifokor chiqib keldi. Yo'qol, yo'qol, shu bog'ing bilan qo'shmazor bo'l dedim. Shifokor chiqib, hay tinchlaninglar, bu yerda baqirish mumkin emas, kasallar ko'p dedi. Keyin ketdi Komil go'rsuqda, basharasi sovuq. Oyi, qorasi uchsin uni bilasizmi? O'chsin qorasi, o'chsin. Yaramas. Och ko'z. Ha o'g'lim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, Yaxshi o'zingiz o'tiribsanmi? yaxshimisiz? Qani o'tir. O'qishing yaxshimi? Ha, yaxshi. Oyim yaxshimi dada? Yangilik bormi? Ha, bor. Yaxshi xabar bor. Murod, oying tuzaldi. Voy, Ko'zini ochdi. rostdanmi Ha, dada? rost. Rostdanmi? Urey! Aldamayapsizmi? Yo'q, nimaga aldingmi? Qachon ko'rgan endi boramiz? Bugun tushlikdan keyin boramiz.
Xo'pmi? Men hozir ozgina dam olay. Hoy, Ha, opang qani? opam dugonasinikiga ketgandi. Ha, bo'pti. Menga qara. Men ozroq dam olaman. Sen meni turg'izgin, xo'pmi? Xo'p dedi. Opangni ham birato'la olib ketamiz. Xo'p dedi. Esingdan chiqmasin, uxlab qolmay, xo'p? Xo'p. Ura! Yes! Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib oldingmi? Ishlarni boshlab oldingmi? Hammasini kechadan boshlayman. Ha, yaxshi. Rustam aka, oyim asal yaxshimi? Ha, hamma yaxshi. Yaxshi yuribdimi? Shu ko'rib ketganingdek, hamma yaxshi. Rustam aka, sizga bir gap aytmoqchi edim. Ha, tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik. 2 kundan beri ko'nglimni o'zim yomon his qilayotgandim. Nimaga? Keyin bugun shifokor ko'rgiga borgandim. Xo'sh. Nima ejimsan, gapir? Qanaqadir yomon gap aytdimi shifokor? Jamila. Gapirsang-chi, odamni xunob qilmay. Yo'q, yomon gap Hop. aytmadi. Siz yaqinda Hop, ota bo'lasiz. Biz farzandli bo'lamiz. rostdanmi? Qizim to'g'ri aytgan ekan. Men unga kelar ekanman. Jamila. Meni xursand qilding. Menga qara, hamma ishlarni tashlab kelaver. Men seni kutaman. O'zingni ehtiyot qilgin. Xavotirlanmang. Bo'lajak bolamizni asragin, a? Xo'p, Jamila, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p. Ajoyib yangilik. Alo? Alo. Oyi, yaxshimisiz? Uydamidingiz? Qayerda ham bo'lardim, o'g'lim uydaman. Aha. Oyjon, hozir men yetib boraman uyga. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizga bir zo'r gapim bor. Ha, mayli, kelaver o'g'lim. Aha. Bo'pti, oyi. Voy. Ha? Nimaga yotibsiz? Bo'ling, tezroq ketamiz. Qayerga ketamiz? Qayerga bo'lardi? Shifoxonaga-da? Qumrov sinimni ko'rgani. Ataylab taomlar pishirib qo'yganman. Men hech qayerga bormayman. Ha? Charchadim. Keyin ana Qumrini onasini ham ko'rgani ko'zim yo'q. Qumrani onasi o'sha yerda qoqilib o'tirmas? Ketgandir uyiga. Ketmaydi u hali beri. Qumri tuzalib oyoqqa turguncha o'sha yerda o'tiradi. Shifokorlar ham kutib o'tirgandir, mana shu kampir qachon ketadi deb. Qo'ysangizchi dadasi. Assalomu Baribir alaykum. Mana Abror bilan borgin. Qayerga? Qumri yangangni ko'rgani bolam, seni juda ham sog'inibdi. Abrorjon qachon keladi deb seni kutib o'tirgan ekan. Men ularni sog'inmadim. Bormaymanman. Bilasiz-ku dedi, Qumri yangani yomon ko'raman. O'sha ayolni ko'rsam asablarim buziladi. Men darslarimni qilishim kerak. Hech qisi yo'q. O'zim senga taksi chaqirib beraman. O'zing boraverasan. Mayli, o'zim ham borib kelaveraman, siz ham. Siz yotavering. Tushungan ayolsan-da. Voy, Qumrixon, seni jonim, o'zim sizdan aylanay. Qumrixon, yaxshimisiz seni jonim? Tuzimisiz? Yaxshiman, opa. Aylanib ketay. O'zim o'rgilay Qumrixon.
ko'zingizni ochganingizni eshitib biram xursand bo'ldim. Biram xursand bo'ldim. O'zimni qo'ygani joy topolmadim, seni jonim. Kimdan eshitdingiz buni? Voy, to'tin sousingizdan-da. U ham mendan suyunchi oladigan bo'ldi. Ha, u suyunchisiz o'tmaydigan kelin. Xudoga shukr. Xayriyat ey. Ko'zlaringizni ochganingizdan xursandman. Qumrixon, meni qilgan ilm amallarim, dam soldirganlarim hammasi ish berdi seni jonim. Qanaqa ilm amal qildingiz? Hay. Anavi dami o'tkir domlaga borib, tezroq tuzalsin, oyoqqa turib ketsin, bolalariga o'zi bosh bo'lsin deb rosa o'qitib dam soldirdim. Keyin bannisani ostonasiga rosa tuproqlarni sepdim, suvlarni sepdim, dam soldirgan suvlarni. Mana foydasi bo'ldi-yu, Qumrixon. Tuzalib ketdingiz, qarang. Rahmat. Opa, meni o'ylaydigan mehribonsiz siz o'zi. Ay, aylanib ketay. Singlim deganman-a, qiyomatli singlimsiz. Meni yagona mehribonim sizsiz-ku, Qumrixon. Meni ham sizdan boshqa dardlashadigan odamim yo'q. Bitta-yu bitta yagona odamim sizsiz. Baxtimga iloyim, sog' bo'ling. Tezroq tuzalib keting. Bolalaringizga o'zingiz bosh bo'ling. Qumrixon, siz yo'q butun hayotimiz, ko'chalarimiz huvillab qoldi, aylanib ketay. Rahmat opa. Boringizga shukr sizni. Voy, men ko'p gapirib yubordim, sizni toliqtirib qo'ydim. Yaxshi qoling. Qumrixon, bir nimalar olib kelganman, yeb oling, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Men yana kelaman, xo'pmi? Yaxshi bo'ling. Mayli, yaxshi qoling. Voy. Voy, meni asal qizim. O'ynayapsanmi o'yinchoqlaringni? Ha. Ay, o'zim o'rgilaysan-da. Oyi, Tata. qizim. Oyi. Qani qizim? Voy, kecha. Ha, bola, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Suyunchi bering. Voy, nimaga? Men yana ota bo'lar ekanman. Voy. Voy, Siz buvi bolajonim, bo'lasiz. o'zim o'rgilay. Tabriklayman. Voy, asal qizim. Voy, endi asal qizim opa bo'lar ekanda, a? Voy, qanday yaxshi-ya, bolam, tabriklayman. Jamila qo'ng'iroq qilgan edi. Ha, Ko'ringani shifoxonaga borgan ekan. ha. Shunda shifokorlar siz homilador ekansiz deb aytibdi. Xullas, oyi, men yana ota bo'laman. Ana, qanday yaxshi. Asal qizim, seni aytganing bo'lar ekanda, a? Ha? Voy jonim. Asal, oyinja ajib bola chop keladimi? Ha? Menga uka olib keladi. Voy ana. Ana, sizlarga oldindan chizib qo'ygan bu bolani. Tayyor qilib, ha? Voy. To'txon, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz opa? Ha, yo'l bo'lsin. Ha. Shu hozir mant qilib, osinimni ko'rgani ketyapman. Voy, yuribsizmi cho'zilib? Meni o'zim borib, o'z ko'zlarim bilan Qumrixonni ko'rib, ko'nglim xotirjam bo'lib kelyapman. Osinim yaxshimikan? Yaxshi. Bugun erta chopqilab yurib ketadi. Ha, yaxshi. Mayli. Men tezroq boray. Manti ham pishib qolgandir. Uyga kirib olib o'tishim kerak. Do'konga Men ham chiqqandim. uyga ketyapman. Birga ketamiz. Yuring. Ha, endi. yaxshi. Menga qarang, mandani go'sht bilan qildingizmi, kartoshka bilan qildingizmi? Ha. Shunaqa deng kelin. Ha. Mastur opa, sizga qanday tashlangan bo'lsa, Komil akamga ham xuddi shunday tashlanibdi. Sen 3-5 gektar yerni olib ukalaringga bermay o'tiribsan. Sen to'ymaysan deb tashlanibdilar-da. Ahmoq xotin-ey. Buchi,
ani qumrini alamini olgan. Ha. O'sha qizi bog'ni ololmaganini alamini olganda bu. Alamiga chidolmasdan Komil akamga tashlanibdilar. Oxiri asabi chidamay ket yo'qol deb haydabdilar. Nega bu ona bolalarni shunchalar ichi qora? Ularchi odamlarga faqat yomonlik qiladi hamda yomonlik tilaydi. Ha. Ammajon, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi. Ye, amma. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshiman. Amma. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, bizga kelib yashang. Jiyan, nega qiylanar ekanman? Ana, kechasi ana qo'shnim bor-ku, Nargul. Shu chiqadi, birga uxlaymiz. Ertalab birga duolarimiz o'qiymiz. Choy tayyorlab birga nonushta qilamiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, jiyan. Amma bolalarning kelishiga oz qoldi. Ha. Oz qoldi. Amma bir narsani biling. Qachon kelsangiz, eshigim siz uchun ochiq. Ha, bilaman, jiyan. Mantiqi bergin, har kuni kelaman. Bilasan-ku, mantini yaxshi ko'raman-da, jiyan. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Hozir kiyim almashtirib chiqaman. Ha. Ketib qolmayapman. Yo'q, shu yerdaman, jiyan, shu yerdaman. Birga ovqatlanamiz, jiyan. Xo'p. Ha, shu ayolimni mazasi bo'lmay ancha vaqt chiqa olmadim. Bo'ldi, hal qilib beraman. Ha. Xo'p, bo'pti. Doktor. Xotinim qachon butunlay tuzalib ketadi? Sabr qilasiz endi, Sobir aka. Shunchasiga chidadingiz. Endi oz qolganda besabr bo'lmang. Endi doktor, ko'piga chidash oson ekan, lekin oziga chidash qiyin-da. To'g'ri. Shuning uchun borini aytavering. Qachon olib ketaman xotinimni? Bilasizmi, ko'p emas. 2-3 ta jiddiy muolajalarni qilishimiz kerak. Ayolingiz albatta oyoqqa turib ketadilar. Keyin bemalol olib ketaverasiz. Opa, shunaqa demaysizmi, baxtliroq. Mana ichimni qizdirmasdan aytsangiz bo'lar ekan-ku. Lekin shoshilmang. Men aniq vaqt aytmayapman. Yaqinda deyapman. Siz mendan aniq vaqt so'radingiz. Yaqinda deganim balki ertaga, balki bir haftadan keyin, balki bir oydan keyin ham bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ayolingizda o'zgarish yaxshi. Oyoqqa turib ketadi. U yog'i bemorni tanasiga, dorilarni qabul qilishiga bog'liq. Rahmat. Shunaqa. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Ovsin. Yaxshimisiz, Ovsin? Yaxshiman. Sizga manta olib keluvdim. Manta yemaganimga miyil bo'pti o'zi. Unda yeysiz-da. O'zim yedirib qo'yaymi, Ovsin? Yo'q. Hozir yemayman. Keyinroq oyim bilan yeb olamiz. Xo'p. Endi qachon chiqasiz shifoxonadan? O'zim. O'zi shu ahvolga ham zo'rg'a yetishdim. Shu yerdan bir kun turib, yurib chiqib ketarman. Ha, albatta, Ovsin. Albatta yurib chiqib ketasiz.
Bu sizni qo'lingizdan keladi, Ovsin. Meni bilasiz-ku. Meni aytganim bo'ladi. Men aytganimni qilaman. Ha. Bilaman sizni, Ovsin. Ha qizim? Ne yig'lab o'tiribsan? Dada, o'sha Qumri yangamni bekor ko'rishga boribsiz-da. Bu nima degani? Dada, Qumri yangam oyimni ko'zlari ko'rmagandi. Gulbahor opani yo'ldan urib nima yomonliklar qilmadilar. Axir oyimni majbur qildi-yu uydan olib chiqishga. Bo'ldi. Bo'ldi qizim. Sizga-chi dada. Nima dushmanliklar qilmagan yanga. Hali ham qilib kelyapti. Bog'i tortib olish uchun hali ham dushmanlik qilyapti. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. O'zingni bos. Jonim qizim meni. Hammasi sen aytgandek bo'ladi, xo'p? Dada, Qumri yangam bizniki emas. Unga hech qanday yaxshilik qilmanglar, iltimos. Xo'p. Xo'p qizim, xo'p. Voy, asal uxladi bolam. Oyi, Lekin shu Jamila oyimga boraman, Jamila oyimga boraman deb rosa harxirchi qildi-ya o'zi. Zo'rg'a uxlatdim. bo'ldi endi Jamila hech ham uzoqqa ketmaydi, oyi. Sen telefonda ishlayotganmiding bolam? Yo'q, oyi, Jamila bilan gaplashayotgandim. Hol ahvolini so'radim. Yaxshimisan deb. Nima dedi, yaxshi ekanmi o'zi? Yaxshi, lekin ovozi qandaydir horg'in, kayfiyati yo'qdek tuyuldi. Bo'ldi bolam. Sen ham endi ha deb Jamilani bezovta qilavermagin, xo'pmi? O'z holiga qo'ygin. Xo'p. Uni majbur qilmagin. Damini olsin, maylimi? Rost aytasiz, u ham uxlasin oyi. Mayli. Men ham dam olaman. Sen ham damingni olgin bolam. Bo'ldi. Xo'p oyi. Bo'pti, yaxshi dam ol bolam. Yaxshi dam oling oyi. Qumri. Bilasanmi? Men doim senday xotin menga kerak emas derdim. Necha marta ajrashib ham ketaman dedim. O'zingga kelmayotgan paytingda fikrimga qarshi chiqdim. Tavba qildim, ishonasanmi, Qumri? Xudoga iltijo qildim. Seni umringni uzoqroq qilsin deb iltijo qildim. Nimaga? Xolida bilan Murodjon oyijon deb yig'lab so'lib qolishdi, bilasanmi? Men ularni ko'rib qo'rqib ketdim, Qumri. Bu ketishda bolalarim kasal bo'lib qolishidan qo'rqdim. Agar senga biron narsa bo'lsa, bolalar buni ko'tara olmaydi deb qo'rqdim. Buni bilmaysan, shunchalar qayg'urdimki. Bolalarimga bir narsa bo'lib qolsa, men keyin qanday yashardim, Qumri?
Bo'ldi. Endi yaxshi bo'ladi hammasi. Albatta yaxshi bo'ladi Qumra. Sen faqat kasal bo'lma, xo'pmi? Mashinalardan ehtiyot bo'lgin, ko'zingga qarab yurgin, Qumra. Qumra, sen bizga keraksan. Menga, bolalarimga keraksan, xo'pmi?